Talabalarimiz yakuniy imtihonlardan birin-ketin natijalarini qayd etib chiqishyapti. Hozir ularni mikrofon qarshisiga tortamiz va ota-onalariga telefon qildiramiz. Imtihon natijalari qanaqa bo'ldi? O'tdim, 30 dan 30. 30 dan 30. Voy, tabriklaymiz, gapirish mumkin emas. Haqiqiy bilimli talabamiz. Hozir siz uyingizga telefon qilasiz, uyingizdan kimgadir telefon qilasizda, "Men imtihondan o'ta olmadim" deychi, nima deyishar ekan? Emotsiyalarini eshitamiz uydagilarning. Qani? Allo. Alo. Abi, imtihonda o'ta olmadim. Nima qilamiz? 300 ming to'lab qolasizmi endi? Mayli, xo'p. Oilaga qolaman. Yo'q, hazil o'tdim 30 dan 30. Malades, barakalloh. Mehribonim onam, beazorim onam, beg'uborim onam. Alo. Assalomu alaykum dado. Alaykum. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Dado, men imtihonga kirib chiqdim. Qalay bo'ldi? O'ta olmadim. Qachon endi nima qiladi? Nima qiladi? Endi qayta topshirsam kerak dado. Taqdirlanish kerak bolam. To'g'risini aytavering endi, Xo'p. to'g'risini bering. Dado, hozir intervyu olishyapti-da. O'shanga o'zi asli imtihondan o'tdim. 28 ta topib chiqdim. Shu prosta emotsiyalarini, ota-onangiz emotsiyasini sizga munosabatini bilaylikchi deb telefon qildirishuvdi shunga. Bolam xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Iloyim. Mayli, xudo o'z panohida asrasin bolam u. Yaxshi bo'ladi. Rahmat dado. Xo'p. Allo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Abi, Ha? qayda edingiz? Uyda? Anaqa imtihon kirib chiqdim. Ha. O'ta olmadim. Nega? Bilmadim, yaxshi tayyorlangandim, lekin o'ta olmadim-da. Nima bo'ladi? Endi bilmadim. Birinchi kundan o'ta olmadim-ku. Dadajon, shuni stulchi ko'tarib kelyapti. Bor olib kel stolni. Allo. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Ya, imtihonga kirib chiqdim. Necha bo'ldi? Necha o'ta olmadim-ku. Yo'q. O'xshamadi jicha. Ikkitami yetmay qoldi. To'g'ri gapmi? To'g'ri gapiryapman. Hozir 30 dan 29 ta bilan o'tdim. Malades, Hay sen buncha shirin, so'zlaring shuncha shirin, erkatoyim yuzi hoyim qizalog'im. Bugundan imtihon jarayonlarini boshladik. Shaffof tarzda amalga oshirilmoqda. Hammada har xil natija, masalan, yaxshi natija ko'rsatganlar ham juda ham ko'p. Hozirda 30 ta o'rganlar ham ko'p bor, ekan. bolalar adabiyotidan kirib imtihonga 5 olganlar juda ham ko'p. Omad. Rahmat.